unga duo qilishing, unga duo qilishimiz sen bilan bizga vojibdir. Balo yetganda unga yolborishimiz, qiylanganimizda unga bog'lanishimiz vojib. Faqatgina uning o'ziga, faqatgina uni o'ziga yuzlanib, duo qilib, yig'lab, yolvorish sen bilan menga birodar vojib bo'ladi. Shunda Allohning yordami keladi. Shunda uning nusratiga erishamiz. Faqat mustor bo'lib duo qilishimiz kerak. Yengillik tezlashadi, mushkulalar hal bo'ladi, fath, nusrat, g'alaba keladi. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida aytadi: qaysi bir banda mahluqotlarim bilan emas, men bilan himoyalansa, men uni niyatidan bilib olaman. Bas osmondagilar va uni ichidagi hamma bu bandamga qarshi makr hiyla qilsa ham, men bu bandamga shu mushkuladan, makrdan chiqib ketadigan yo'lni ochib qo'yaman.